Sizdek power buni bir tindiryapti. Katta rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin. Rahmat, tanijoningiz sog' bo'lsin. Mana Qashqadaryoning chiroqchi. Yangi rayoninglar qanaqa? Ko'kdalalik yigitlar bugun Navro'z bayrami bilan Doshqozonda osh qilyapti mana o'rtoqlar. Mana yoppasiga kelaverasizlar mana shu bayramda. Chiroyli bo'lib. Guruch necha kilo damlayapmiz? 25 kilo guruch. Mana shu bola o'zi povur mana shu bola. Men shu insonlar bilan salkam 2 yil, yo'q, 3 yil, 4 yildan beri ishlayman shu aka-ukalar bilan. Siz 1 minut syomka olib turasiz, men o'zim ham bir tarixga muhrab qo'yay shulardan. O'sha aka-ukalardan men o'zim Andijondanman. Xudo xolasa, mana shu aka-ukalar bilan birgalikda ishlaymiz. Bugun bizda bayram, Navro'z olam. Musofiqchilikda bo'lsa ham bayramda nishonlaymiz. Katta rahmat e'tiboringlar uchun. Xudo xolasa, bizni videolar to'xtab turing, bitta narsa esimdan chiqib qoldi. Ko'kdalalik bormi? Chiroqchi bilan ko'kdalalik bormi? Nimalar? Yigitlar. Qani bitta like-ni gumbillatinglarchi. Like bosing. Mana o'rtoqlar, mana shu chiroqchi ko'kdalaklar, qani like-larni bitta gumbillatinglarchi mana shu yigitlar uchun. Bormi Qashqadaryo? Bor. Gap yo'q. Necha kilo guruch, necha kilo yog' bu zig'ir yog'i? Zig'ir yog'i 2 kilo. Guruch necha kilo? Guruch 25 kilo. 2 kilo zig'ir yog'iga nimalar qo'shamiz? 5 litr mana simichka yog' qo'shamiz. Aha. 25 kilo guruch, 30 kilo sabzni qo'shamiz. Masalalarni aytib turinglar. Chunki ko'pchilik balkim sizdan keyin shuni ko'rib o'rganar. Osh Qashqadaryocha, ya? Shunaqa. Qashqadaryo chiroqchi. O'zi har doim videolarni aytib ketamiz. Mana shu yigitlar hammasi mana Qashqadaryoning chiroqchisidan o'rtoqlar mana. Mana shu yigitlar bilan oshna-og'ayni bo'lib, shu yerlarda ishlab, osh-ovqat qilib yuribmiz. Bola. Saniye.
Bravo, ikkini. Bitmami o'zi? Orasida qolib bitmami o'zi? Yerda ikkita. Noxatlar ham ha? Dumba yog', noxat. Bu nimadi bu? Qaraqandmi bu? Ha, Zirkmi? Zirk yo mayizmi? mayiz. Mayizmi? Mayiz. Mana zira başlayalım. Voh. Zira qayerda zirasi? Zira maxsus uydan kelgan Qashqadaryoda. Qashqadaryo. Tog'ning zirasida bu. Tog'di zirasi, tog'di zirasi. Lekin oshmisan osh bo'lar ekan-da. Voy bay. Ha, xudo xolisa. Iftorda bir ko'ramiz ta'mini. Ne qolyapsiz a? To'g'rilar aytmay harakat qilyapsiz. Qo'yavering. Keling, Ko'p anaqani nima qilyapsiz? Yo'q. hammasi sabjaringlar o'shasan. Bak. Kızlarını getireyim. Besh kilolik guruch lazerdan zig'ir yog'iga o'rtoqlar. Qashqadaryo chiroqchilik ukalarim. Navro'z bayrami iftorlik. Xudo xolasa. Ha, Oshlar shirin bo'lsin, oshlar. Yakın ha? Endi tag'in zog'izda qozon bir chayib jayiga portlaylarni birovga qilsa. O'zini zo'r mashina. Suvda. Nima, arpesmi? Yigit.
Ana bak telegram tamam. Mana bitta bor edi. Mana. Bo'ldi. Nechi bir? 6 bo'ldi shan. 6 og'iz ochar, mali ochib biz bajaramiz. Yashang. Yo'q, vaqt o'zim juda bir tirayli bo'lamasin. Juda chiroyli. Qanotdan to'xtab tutgan ushlaydi. Qani? Hamma shu vaqtlarga Qani? Aysin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi ashabihi ajmain. Allohim shu qilgan oshlarimiz shirin bo'lsin. Ro'za Ramazon oylarida biz tutgan ro'zalarimizni Alloh dargohingda qabul qilgin. Allohim bizlarning ro'zalari qabul bo'ladigan bandalaring qatorida qilgin Allohim. Allohim bizlarning gunohlari afv etilgan bandalaring qatorida qilgin. Allohim bizlarning duolari qabul va maqbul bo'lgan bandalaring qatorida qabul qilgin Allohim. Allohim musofir yurtlarda yurib biz o'zingning panohingda bo'laylik. Shunday bir yaxshi kunlardan birida ham Ramazon ham Navro'z olamda turibmiz. Mana shunga atab bir ihson oshi bo'lgan ekan. Alloh shu bolalarning ihsonlarini Alloh dargohida qabul qilsin. Amin. Allohu akbar. Mani bo'lakda ochishdi. Mahrob jo'di vaqtida. Bo'ldi. Ro'zalar o'tirsin ey. Ro'zalar o'tirsin. Bu yapacağımız da bize. Ha? Bu yapacağımız. Şam'a geçip gidelim. Şam'a koyduğumuz o yapacağım. Şam'a bağışla bir yere oturalım. Qanday bo'lyapti yigitlar bayram? Ha, bayram. Qashqadaryo chiroqchi. Zalga sizlarimiz bo'lsa kamaydi, mana shafqatdan kutdik. Qazayın dedim. Oshmisan osh bo'pti-da yigitlar, ha? Qanaq qopda. Stajik ishida bo'lib qavurding. Anchadan beri oshib qoldim. Gap yo'q. Ceneye kadar.
Vaqtda bu oynab ketmasa bu. Yerga sachir. Söylemeyin. Bitti ve atı cihazdan sonra kardeşim. Sizdek power bunu bir tindir yaptı. Katta rahmat tanijoni sog' bo'lsin.